Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada size hazır oldu. Washington'da sözleyimiz bugünkü islaha 2023 yıl 3. ayının 21. günü. Hepteki seyşembe vatandaşım. Bugünkü vaziyetten gep alsak birinci olup Amerika Koşmuş Ştatları'nın prezidenti Joe Biden COVID-19 virusunun mənbini eniqlaş yoki keliş mənbiyi doğrusudur Devlet Meclisi'de ma'qullanğan kanun loyihasiga imza qo'yib, bu kanun loyihasini resmi qonunga yani resmi kuchga aylantirdi. İkinci bo'lib, Amerika Qo'shma Shtatlarining Davlat ishlar kotibi Antony Blinken Rossiyani ziyorat qilishi Rais Xi Jinpingning Rossiyada Xi Jinping bilan Prezident Vladimir Putinning uchrashganligi va suhbati muhokamalar va nimalar temalar. Bu to'g'rida ular nima deyishdi yoki ular nima deyishmoqchi edi? Qaysi mavzularda so'zlashishi kerak edi, so'zlashmasligi kerak edi? Bu to'g'rida Antony Blinken bir narsa degan yo'q. Biroq shundoq bir gap chiqdi-ku o'tirg'a hozir. Kishilik huquq yillik doklad 2022 yillik doklad 2022 yillik yer shari elleri devletlerinin kişilik hukuka ahvalı doğrusu doklad. Bu birma. İkincisi Ukrayna'ya harbiy kural yarak üskini yardım beriş. Yaka dolar hesabı ben 350 milyar dolar dedim ya 35 milyar dolar mı şundak? Sanını çıkaramayımız yanını çıkarıyorlar vatandaşlar. Sayı uçamen dedi. Muşundak neh pul bilen yardım beriş. Ukrayna'ya yardım beriş. İlan kılıngan kişilik hukuk dokullatıda Uyguristan meselesi. Yani kırgınçılık, soykırgınçılık meselesi. Kırgınçılık meselesi muşulane. Siyaset tüsüde, siyaset şeklide oxşaşlı bir günde ilan kıldı vatandaşlar. Bunun özü sözü işletken sözü barla qarısınız vatandaşlar. Ben şundaq aytımman ki, bu qatimki Rossiya, Cungo devlet başlıklarının Moskva söhbeti de Uyguristan meselesi çoğam o'ttirg'a qo'yildi vatandaşlar. Üzüp aytishga yeterli paket aldı bilen Devlet ishlar kotibi Antony Blinken'ning ikki mesele bu hazır xabarda nima deyildi deseniz Amerika'nın qo'lida ishga bozgan sandalga tushdi. Sandal ustida yotganlar Rossiya Federatsiyasining prezidenti Vladimir Putin, Cumhur Halk Cumhuriyetining raisi Xi Jinping. Bozgan, ikki dona bozgan Amerika'nın qo'lida. O bozganning birisi Ukrayna harbiy yordam berish. O bozganning birisi yillik kishilik huquq doklati. Bu doklat da Uyg'uristonda kishilik huquq soykırım meselesi. Bu ishga bozgan mushunda tushdi deganda mening chiqardigan xulosam, tahlilim shuki vatandoshim, Uyg'uriston meselesi. Bu qatam Rossiyada Prezident Vladimir Putin bilen Rais Xi Jinping'ning o'ttirg'a qo'yilib, bir muhokama yoki javob qaytaradigan bir mavzuga aylandi. Uchrashuvning birinchi kunida nima Prezident Vladimir Putin titrab turdi. Suratni ko'rdinglar, titrab turdi. Rais Xi Jinping o'rtaga o'rindiqning yo'lanchigida qo'lidan mushunda qilib o'tirdi. Bearam bo'lib o'tirdi. Sebep o'tirdiki mesele, o'tirda qaraldigan mavzu intayin eg'ir vatandaşım. Mana bu vaziyat. Endi sizlarga mavzu mundaq. Prezident Joe Biden COVID-19'ning kelish manbi qonuniga imzo qo'ydi. Mavzuli xabar 3. ayning 21 kuni Amerika ovozidan Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar bundaq başladı. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden haftaning 1 kuni, yani 3. ayning 20 kuni mushonavatlik Davlat Majlisi ma'qullagan 2023 yillik COVID-19'ning kelish manbi qonuniga imzo qo'yib, uni rasmiy
qanunga aylandırdı. Hem de mundaq görsetdi. Məmuri dairələr yeni virusning başlanış mənbəyi to'g'risidagi uçurlardan xabardor bo'lishi, maxfiyatlikni oshkorlashi, jumladan Jungo Wuhan virus tadqiqot o'rni ichki munosabatlarni echib tashlashni o'z ichiga elishi kerak. Devlet Meclisi'de işki partiya a'zolarining qo'llashiga erishgan bu qonun loyihasida COVID-19'nin kelish manbai to'g'risidagi Amerika istihborot maxfiyatligini oshkorlash talab qilindi. Qonun loyihaning markazlik nuqtasi Jungo Wuhan virusi tadqiqot o'rniga markazlashdi. Qonun loyihasida 90 kun ichida har qanday Wuhan virusi tadqiqot ishxonasi bilan yangi yuqumli virus o'tirisidagi ishga bog'lanish va uchurlarni oshkorlash talab qilindi. Amerika Qo'shma Shtatlari Avam palata COVID-19 yuqumli virus ishlari alaydi gruppasi 3-oyning 8-kuni guvohlik berish yig'iniga bu to'g'ri to'xtalgan qo'shilarga echib yangi yuqumli virusning manbaini tekshirdi. 2 kun o'tgandan keyin Avam palata ishki partiya mansubları bu qonun loyihasini qarishi fikrsiz ma'qulladi. COVID-19'ning yuqumli virusning kelish manbai to'g'risida davlat istihborot maxfiyatligini oshkorlash talab qilindi. Agar vatandoshlar siyosat talab qilindi. Bundan burun bu qonun loyiha Kengash palatasi g'ayri fikrsiz ma'qullangan edi. Prezident Joe Biden haftaning 1-kuni virusdan kelish manbai qonuniga imzo qo'ygan chog'da e'lon qilgan bayonotida mundaq ko'rsatdi. Tajikiston virus COVID-19'dan kelish manbai jihatda men bilan davlat majlisi a'zolarining nishonimiz o'rtaq. 2021 yil istihborot sohasidagilarga har qanday vositalardan foydalanib COVID-19'ning manbaini tekshirish to'g'risida ko'rsatma bergan edim. Bu xizmat davomlashyapti. Biz COVID-19'dan kelish manbaini oxirigacha tekshirib, kelgisi yuz berish mumkin bo'lgan yuqumli virusning oldini olishimiz lozim. Prezident Joe Biden mundaq ko'rsatdi. Mening ma'muriy doiralarim COVID-19'dan kelish manbaiga oid maxfiy uchurlarni davomli muhokama qildi. Jumladan Wuhan virusi tadqiqot o'rnining yoshirin munosabatlarini tadqiq qilishni o'z ichiga oldi.